Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi. Bugun sizlar bilan Notebook LM'ning yana bitta kuchli jihatini ko'rib chiqamiz. Bu asosan, aytaylik, marketingda ishlaydiganlar, aytaylik, SEOlar, tadbirkorlar, hamma uchun foydali bo'ladi. Nima uchun aytyapman? Sizning, aytaylik, sekretaringiz, yordamchingiz, xulosalarni qilib beruvchi insoningiz bo'lishi mumkin. Nimalarda? Misol uchun, aytaylik, sizda muhim uchrashuv bo'ldi, o'shani audiosini yozib olgansiz yoki podkast qilgansiz yokida qanaqadir video, qanaqadir yig'ilishlar bo'lgan, o'shalarni tezkor xulosasini qilib berish uchun sizga Notebook LM yordam beradi. Boshladik. Xo'p, har doimgidek Notebookga kirib olamiz. Man namuna sifatida mana bu yerga yuklab qo'ydim. Xo'p, manba degan joyda xuddi faylni yuklaganda yuklayverasiz. E'tibor beringlar, ikki xil formatda yuklanadi. Audio. Bugun sizlar bilan audioni yuklash, undan foydalanish, undan aytaylik kerakli ma'lumotni olish haqida gaplashamiz. Demak, audiolar maksimal MP3 va WAV formatda bo'lishi kerak. O'zinglar uchun yozib olsanglar ham bo'ladi. Mana bu joyda bitta, ikkita, uchta audioni yuklab olganmiz. Bu MP3, e'tibor beringlar, MP3 va WAV yuklanadi birinchi daqiqada. Bu tasavvur qiling, siz 2 soat kim bilandir uchrashdingiz. Muhim gaplar bo'lgan, lekin esingizdan chiqib qoldi o'sha narsa. Va esingizdan chiqib qolmasligi uchun keyingi safar o'sha audioni bittalab 2 soatlik audioni qaysi birini eshitib chiqasiz. O'shani tezkor xulosasini qilib berish uchun biz bugun Notebook LMdan foydalanamiz. Xo'p, bizda bor, nomi ham mana buni anaqa qilib olamiz. Audio test deymiz. Demak, bizda bu audio kitob, aytaylik, kitobda audio qilingan versiyasi. Taxminan vaqtini ko'radigan bo'lsak, 18 yoki 19 daqiqalar bor. Boshlaymiz. Siz xohlagancha 2 soat, 3 soat, 4 soat umuman muammo yo'q, faqat MP3 bo'lishi kerak. Boshlaymiz. Menga deymiz, asosiy xulosalarni ber. Boshlandi. Endi bizda manba asosan, demak, proyeksiya asosan mana shu audiodan oladi manbani. Ketdik. Til bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda, tak, mana buni saqlanib qilib bitta yangilaveramiz. Ya'ni manba bitta deyapti, lekin bu yerda ikkita. Tepada aytaylik, qaysidir manbani o'chirib, qaysidir manbani yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bitta обновление qilib yuborsanglar, sizlarda o'zi nechta manba bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Yana bitta обновление qilamiz. Xo'sh, mana bularni o'chirib yuborib qolamiz. Yana bitta обновление qilamiz. Xo'p, o'zi bizda ikkita manba bor. Mana bu yerga yozamiz. Asosiy ma'lumot chiqib turibdi. Menga ishlab chiqarishni ber, ya'ni asosiy xulosani ber. Mana bu yerda o'zi beryapti. Robin Sharmaning unvonsiz bosh rol ijro etishining asosiy tamoyillari nimalardan iborat degan o'zi savol beryapti. Kitobga ko'ra, muammolarni qanday qilib imkoniyatlarga aylantirish mumkin? Bu kitob odamlarni shaxsiy va professional hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Demak, bizga xulosa qilib berish kerak edi. Asar va unda surilgan ishlab chiqarish falsafasining asosiy usullaridan iborat ekan. Unvonsiz liderlik, to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, muammolarga to'g'ri munosabat va yechim izlash, ma'naviyat va muvaffaqiyat uyg'unligi, fe'l-atvor va intizomning, ya'ni imtiyozning ustunligi, qo'rquvdan xalos bo'lish va tavakkal qilish, tajribada sinalgan tizimning badiiy bayoni ketadi. Endi bu bo'yicha nima qilamiz desa, yuqoridagi siz rahbarsiz, aytaylik, audiodan xulosa qilish kerak yokida shu bo'yicha qanaqadir qaror qabul qilish kerak yokida qanaqadir xulosa berish kerak yoki kimgadir vazifa berish kerak. Bo'ldi, bemalol mana shundan foydalansangiz bo'ladi. Yuqoridagi ma'lumotdan foydalanib foydalanib 5 ta muhim qarorni
qarorni, ya'ni yakuniy xulosa birato'la yozaveramiz. Yuqoridagi ma'lumotdan kelib chiqib kelib chiqib 5 ta asosiy vazifani ayt. Yokida yuqoridagi ma'lumotdan kelib chiqib 5 ta xato va kamchiliklarni ayt. Xo'p, rahbar sifatida xohlagancha uni tahlil qilishingiz mumkin. Aytaylik, xulosa deyishingiz mumkin, hisobot deyishingiz mumkin. Bu audio mana joyiga kelganda aytib o'tishim kerak. Sotuv bo'limida ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Qanaqa qiladi desa, sizni sotuv bo'limingizda aytaylik, bitta call operator ishlar, 10 ta call operator ishlar, nechtadir sotuv menejeri ishlar. Ular bir kun mobaynida nechtadir insonlar bilan telefonda gaplashadi va audio, misol uchun, CRMga bemalol yoziladi. Bitrix 24 bo'lsin, Amo CRM bo'lsin, umuman muammosi yo'q. Audio yoziladi. Siz kerak bo'lsa kundalik, aytaylik, 50 tami, 100 tami hamma audioni yuklab, aynan o'sha xodimday qilib xulosa berishingiz mumkin. O'sha bo'yicha xodimning kam postini, aytaylik, qaysi joyda skriptni o'zi 7 ta bosqichi bo'lsa, qaysi bosqichda oqsayapti, nechi foiz, foizlarda ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Undan tashqari, ya'ni to'g'irlash uchun yangi qanaqadir skriptni berish mumkin. Yokida endi mijozlarni gaplashgan mijozlari gaplari qoladi. O'sha 10 ta yoki 20 ta audiodan xulosa qilib, biznes nimalarni to'g'irlash kerak, nimalarni qo'shish kerak, nimalarni olish kerak, hammasini bemalol ko'rishingiz mumkin, xulosasini olishingiz mumkin. Demak, davom etamiz. Biz 3 ta narsa so'radik. 5 ta muhim qarorni so'radik, 5 ta asosiy vazifani so'radik, 5 ta xato va kamchilikni so'radik. 5 ta muhim qaror deyapti. O'zgarishlardan qo'rqmas va qat'iy tavakkal tuzatish qaror qiling deyapti. Tavakkalchi bo'ling, qo'rqmaydigan bo'ling. 2. Butun dunyo va tanigan yaqinlaringiz sizga qarshi bo'lganda ham o'zingizda kuch topib, eng qiyin qarorlarni qabul qila biling. 3. Hayotni kema deb bilib, uning hajmidan qat'iy nazar, o'zini shu kemaning boshqaruvchi kapitani deb qabul qilish va yo'nalishni mustaqil ravishda aniqlash kerak. Demak, bu qaror edi. Endi vazifalar. Avvalo, nima qilmoqchi bo'lganingizni aniq bilish va olingan so'nggi takun amalga oshirishga kirishing deyapti. Eng oxirgi qarorni amalga oshirishga harakat qiling. 2. O'z ustingizda tinmay ishlash va o'zingizni ma'naviy tutish bilan, ya'ni ma'naviyatingizni oshiring, ta'minlash, chunki insonning botinida nima bo'lsa, hayotida ham shu bo'ladi. Inson sifatida shakllaning, rivojlaning. Endi xato va kamchiliklar. 1. Hayotda mas'uliyatdan, xavfsizlik hamda omadsizliklar uchun asosan boshqalarni ayblash. Boshqalarni ayblash kerak emas. 2. O'zini kambag'al oilada tug'ilgan deb yoki o'zini hech qanday istasa ega emas deb, hech narsaga ega emas deb o'ylab, bir umrga cheklanib qolish. O'zingizga chegaralar qo'yish kerak emas ekan. Ketdik, yana davom etamiz. Xo'p, bizga nima qilib bersin? Aytaylik, shu asosida mijozlar bilan gaplashish uchun 7 ta bosqichli skript tuzib ber. Skript ham tuzib beradi, reja ham tuzib beradi, kontent plan ham tuzib bera oladi, ssenariy ham tuzib bera oladi. Hop, nima so'rash mumkin? Misol uchun, shu audio bo'yicha qanaqadir xulosa, tahlil, muammo yo'q, bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Demak, bu sizni kotibangiz deylik. Kotibangiz tezda tahlil qilib beradi, xulosa qilib beradi. Sizni aytaylik 2-3 soatlik vaqtingizni tejab beradi. Undan tashqari, sotuv bo'limi, marketing bo'limi bemalol tahlil uchun ishlatishinglar mumkin. Balki izohlar yozishingiz mumkin. Aytaylik, yana nimalar ishlatish mumkin. Demak, davom etamiz. Skriptni 7 ta bosqichini moslab yozish kerak edi. Birinchi bosqich: ijobiy kayfiyat va samimiyatni namoyish qilish. Asosiy qoida skript. Ikkinchi bosqich: kema kapitani kabi suhbatni o'z boshqaruviga oling. Asosiy qoida. Uchinchi bosqich: hech qanday bahonalarsiz to'liq mas'uliyatni bo'yinga oling.
Mijozning muammosiga imkoniyat va yechim sifatida qarash. 5. Kutilmagan va innovatsion g'oyalarni taqdim etish. 6. Ikkilanmasdan jasorat bilan tavakkal qilish. 7. Moddiy manfaat va ma'naviy qoniqish uyg'unligida yakunlash. Tugat. Siz ham bemalol notebook LMda tahsil uchun istalgancha ishlatishingiz